Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 64-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu eng sodda tenglamalar mavzusining ikkinchi qismini ko'rib o'tamiz. Xo'p, yuqorida aytib o'tganimizdek, bundan oldingi mavzuda aytib o'tdik. Noma'lum son qatnashgan tenglik, ya'ni x qatnashgan tenglik bu tenglama deyilar ekan. Va x o'rniga qanday son qo'yganda tenglik to'g'ri tenglikka aylansa, shu son tenglamaning ildizi deyiladi. Xo'p, ana endi eng sodda tenglamalardan yana tushuntirib o'tamiz qanday yechilishini. Bunda eng muhim jihat shundan iboratki, xlar, ya'ni noma'lum sonlar tengligining bir tomonida, ma'lum sonlar tengligining ikkinchi tomonida yig'ilishi kerak. Yana qaytaraman, noma'lum sonlar xlar tengligining bir tomonida bo'lishi kerak. Ma'lum sonlar tenglik ikkinchi tomonga o'tkaziladi. Bunda bir tomondan ikkinchi tomonga o'tayotgan sonning ishorasi o'zgaradi o'quvchilar. Masalan, -2x bo'ladigan bo'lsa, bu tomonga o'tganda +2x ga aylanadi. Yoki +3x bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonga o'tganda -3x ga aylanadi. Son ham xuddi shunday. -5 bo'ladigan bo'lsa, tengligining ikkinchi qismiga agar o'tsa +5 ga aylanadi. Yoki +6 bo'ladigan bo'lsa, tengligining boshqa qismiga o'tadigan bo'lsa, -6 ga aylanadi. Xlar bir tomonga yig'ilar ekan, sonlar bir tomonga yig'ilar ekan, bunda tengligining bir tomonidan ikkinchi tomoniga son ishorasi o'zgargan holda o'tar ekan. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu eng sodda tenglamalar mavzusining ikkinchi qismi. Xo'p, bizga quyidagicha tenglama berilgan bo'lsin. Demak, mana 6x ayrilgan 5 teng 15 qo'shilgan 2x. Demak, bunda bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Tenglikni bir tomonida noma'lum sonlar, ya'ni x bo'lishi kerak, ikkinchi tomonida ma'lum sonlar bo'lishi kerak. Bunda bir tomondan ikkinchi tomoniga o'tadigan son, xoh u x bo'lsin, noma'lum son bo'lsin, xoh ma'lum son bo'lsin, bir tomondan ikkinchi tomonga o'tadigan sonning ishorasi o'zgaradi. Ya'ni plus bo'lsa minus bo'lib o'tadi, minus bo'lsa plus bo'lib o'tadi. Faqat va faqat bir tomondan ikkinchisiga ko'chib o'tadigan sonning ishorasi o'zgaradi. Demak, bizning asosiy maqsadimiz hozir nima? Xlarni bir tomonga, sonlarni bir tomonga qilish. Keling, kelishib olamiz. Xlarni hozir demak chap tomonga o'tkazamiz. Demak, barcha xlar tengligining chap qismida bo'lishi kerak deyapmiz. Ya'ni 6x o'zi shundoq ham chap qismida joylashgan. Va biz 2x ni chap tomonga olib o'tishimiz kerak. Ya'ni tengligining o'ng tarafida edi x, 2x ni bu tarafga olib o'tishimiz kerak, 6x ni yoniga. Bunda 2x ni oldida turgan plus ishora minusga o'zgaradi deyapmiz. Ya'ni bir tomondan boshqa tomonga, ya'ni tengligining bir tomonida edi, boshqa tomonga o'tayapti, o'shanda oldidagi ishorasi o'zgarar ekan. 6x-chi, 6x o'zini joyida turibdi, demak u o'zgarmaydi. Demak, 6x ni o'zini yozamiz mana. Va plus 2x ni chap tomonga olib o'tganligimiz uchun minus 2x deb yozamiz. Xo'p, va tenglik ishorasi. Ana endi sonlar ham xuddi shunday. Ya'ni o'zini joyida turgan son o'zgarmaydi, bir tomondan ikkinchi tomonga o'tayotgan sonning ishorasi o'zgaradi. Ya'ni 15 shundoq ham o'ng tomonda turibdi. Ya'ni tengligi o'ng tomonda turibdi 15, mana o'zi yozildi. Va minus 5 chap tomondagi sonni o'ng tomonga olib o'tamiz. Natijada plus 5 ga aylandi. Demak, qisqa qilib aytganda, xlar bir tomonga o'tayapti, bir tomondan ikkinchi tomonga o'tganda qaysi biri o'tayotgan bo'lsa, o'sha o'zgaradi ishorasi. Sonlar ham xuddi shunday. Natijada 6x ayrilgan 2x hosil bo'ldi. Bu 4x ni beradi, chunki 6 dan 2 ni ayirsak 4 bo'ladi. Va 15 qo'shilgan 5 esa 20 hosil bo'ldi. Oxirida esa x ni topish uchun 20 ni x ni oldida koeffitsiyentga, ya'ni bo'lib yuboramiz, 4 ga bo'lib yuboramiz. X ni topish uchun 20 ni 4 ga bo'ldik va 5 hosil bo'ldi. Ya'ni tenglamaning ildizi 5 ekan. Va buni albatta tekshirib ko'rish mumkin. Mana bu yerda, ya'ni tenglamada shu narsa o'rinli bo'lishi kerakki, haqiqatan ham x ni joyiga shu son keltirib qo'yilganda tenglik to'g'ri tenglikka aylanishi kerak.
Ya'ni mana shu sonimizga x joyiga 5 qo'yib chiqib yozamiz mana. 6x edi. Biz x ni javobi demak 5 chiqyapti. Shu sababli ham x ga 5 qo'yib chiqamiz. Faqat va faqat x bor joyiga qo'yamiz. 6x degan joyga demak 5 ni qo'yamiz. 6 kara 5 bo'ladi mana. Ayrilgan 5 ni o'zi, tenglikni ham o'zi, 15 ni o'zini yozdik, plyusni yozdik. 2x deganiga 2 ko'paytirgan 5 yozdik. Ya'ni x ga 5 yozdik. Natijada 6 ko'paytirgan 5 30 bo'ladi. 5 ni ayirsak mana 25 hosil bo'lyapti. 2 ko'paytirilgan 5 10 bo'ladi. 15 ga 10 ni qo'shsak 25 hosil bo'lyapti. Haqiqatan ham tenglik to'g'ri tenglikka aylanyapti. Shu uchun ham javobimiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ana endi navbatdagi misollarga, navbatdagi tenglamalarga o'tamiz. Xo'p. Demak navbatdagi tenglamamiz 4x qo'shilgan 3 teng 31 ayrilgan 3x. Bunda ham qoida o'sha yuqorida aytilgan qoida. Ya'ni tenglikning bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tsa ishora o'zgaradi. Xoh u xlik bo'lsin, xoh son bo'lsin, bir tomondan boshqa tomonga o'tsa plyus bo'lsa minus ishorali bo'lib o'tadi, minus bo'lsa plyus bo'lib o'tadi. Demak, mana ko'rib turibsiz, 4x o'zi shundoq ham chap tomonda joylashgan. Men 3x ni, minus 3x ni olib o'tishim kerak 4x yoniga. Bunda plyus 3x ga aylanadi-da, demak 4x qo'shilgan 3x bo'lib qoladi. Xo'p, sonlar esa o'ng tomonda bo'lish kerak. Tenglikning o'ng tomonda. Demak, 31 shundoq ham o'ng tomonda, men esa plyus 3 ni olib o'tishim kerak. Minus 3 ga aylantiradi. Mana shu uchun ham 31 ni o'zi va minus 3 hosil bo'lyapti. Demak, 3x plyus bo'lib o'tdi 4x ni yoniga, plyus 3 esa bu tomonga minus 3 bo'lib o'tdi. Natijada 4x qo'shilgan 3x 7x bo'ldi. 31 ayrilgan 3 esa 28 hosil bo'ldi va x teng bo'ladi 28 bo'lingan 7. Bunda o'sha ozod sonni x ni oldidagi songa bo'lishim kerak. Ba'zida teskari qilib qo'yadi o'quvchilar. Teskari qilmasligimiz kerak. Ozod sonni x ni oldidagi songa bo'lishim kerak. Ya'ni 28 ni 7 ga bo'lamiz. Javob shunda 4 hosil bo'ladi. Bunda ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni x ni joyiga 4 qo'yib tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak qayerda x bo'lsa, o'shaning joyiga 4 qo'yamiz. Mana 4x. Demak 4 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 3 ning o'zi. Demak biz nima qilyapmiz? X ni joyiga demak 4 yozyapmiz. 4 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 3. Tenglikdan keyin esa 31 ning o'zi ayrilgan 3 ko'paytirilgan x ni joyiga 4 qo'yamiz. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Xo'sh, natijada demak 4 ni 4 ga ko'paytirsak 16, 3 ni qo'shsak 19 bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 4 esa 12 ga teng, 31 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 19 ga teng, 19 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi tenglamamizga ham o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. Bizga quyidagicha tenglama berilgan. 7x - 9 teng 5x qo'shilgan 3. Bunda ham x lar chap tomonga, deylik, sonlar o'ng tomonga yig'iladi. Demak, biz x larni chap tomonga yig'sak 7x o'zining joyida turibdi. Unga tegmaymiz va 5x ni bu tomonga minus 5x qilib o'tkazamiz. Chunki birinchi kelgan son musbat son hisoblanadi agar oldida hech qanday ishora bo'lmasa. Birinchi kelayotgan 5 ning oldida hech qanday ishora yo'q. Na plyus na minus. Demak biz buni plyus son deb, musbat son deb hisoblaymiz va natijada bu yoqqa o'tgani uchun minus 5x ga aylanyapti. 7x ni o'zi va 5x bu tomonga o'tgani uchun minus 5x ga aylandi. Xo'p, ana endi 3 ni demak o'zining joyida qoldiramiz va minus 9 ni o'ng tomonga olib o'tayotganligimiz uchun plyus 9 ga aylanyapti mana. 3 qo'shilgan 9 bo'lyapti. 7x dan 5x ni ayirsak 2x bo'ladi. 3 ga 9 ni qo'shsak 12. 2x teng 12 bo'lar ekan. X ni topish uchun esa 12 ni 2 ga bo'lamiz va 6 chiqadi. Tekshirib ko'rish uchun x joyiga 6 qo'yib yuboramiz. Demak 7x ida, demak 7 ko'paytirilgan 6 minus 9 bo'ladi. Mana minus 9 tenglik 5 ko'paytirilgan x joyiga demak 6 qo'ydik plus 3. 7 ni 6 ga ko'paytirsak 42, 42 dan 9 ni ayirsak 33 bo'ladi. 5 ni 6 ga ko'paytirsak 30, 3 ni qo'ysak 33 bo'ladi. 33 ga teng o'quvchilar. Xo'p, bu darsimizning oxirida o'quvchilar. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman.
Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.